Hozir to'da g'ul-g'ul bo'layotgan oshxona boshqarish sistemasi, ya'ni oshxona boshqarish qurilmasi, yana birga odam boshqarish tadbirlari qatorliq ishlarda menga ba'zi bir nachar ko'ngil yozganlar bo'layotdi. Bugun 2-oyning 26-kunisi, ya'ni bizning oshxonada umumiylik maosh taqdirlagan kun. O'tgan yana qat'iy vaqtim yetmay, bayam ko'rdinglar, zo'pin tatqim chilantirmay do'konga hozir keldim. Balalarımla ketkil qo'ymay tutdim, birinchi qara ish tushirgan balam ketmay turdi. Maqsad bo'lsa maosh taqtish. Mush maosh yo'q bugun taqtirmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa aytadiga yo'qolma men xato qilsa baliq gap so'z qilolmaydi. Qisqasi odam boshqarish to'g'risida men ishlab chiqarmoqchi bo'lgan zo'pinlarning birinchi negizlik yeri shuki, odam boshqarishdan burun eng avval boshlab qo'l ostida ishlayotgan odamlarning maoshini berish. Shunda vaqtimizda ondan biz boshqarish qatlamini yaxshi bang'alaymiz, yaxshi boshqara olamiz. Agar maosh birib turib boshqarmagan bo'lsanglar, shu xizmatni darhol edaversanglar bo'lardi. Xatolashmagan bo'lasizlar. Chunki minnatlar turg'usi yo'q, har qanday odamdan qochmasa qolmaydi. Shunga avval boshlab maosh vaqtimizni beramiz, qoldi ideaviy xizmat, undan boshqa tarbiya bunda ishlarni keyin ba'zaq bo'lardi. Shunga ertadan boshlab orsal vaqtlarimizdan foydalanib biz bu odam boshqarish tadbiri taktik to'g'risida so'zlab chiqamiz. Hozir kun kech bo'lsa-mu, soat 8:20 bo'lib. Birinchi qara ishni tushirgan bolalarning ishni tushirmay turdik, chunki maoshni ililib ketsin, bugun kechini xotirjam o'tkazsin. Adlik ba'zilar deyken to'laydi, ba'zilar uydagilar birda, ba'zilar hajaqan olqan nurg'un narsalar bor. Uchinchi birinchi soat boshlab mulozimatchilik kiyma, oshpazlik kiyma, hatto chashdan boshlab men uchinchi birdan boshlab yangi bir qiyofatda oshxona ochaman. Shunga bugun kech qazon maosh taqatmasa bo'lmaydi. Shunga efendim joytalmini qo'llaydigan urutqanlar bizni qo'shilib yurak bo'lsa bizni yaxshi gap so'zlarni yozib rag'batlantirib qo'shilishni umid qilamiz. Bugun birinchi qavat taqtilgan. Tövbedik bola meyek su maosh og'ili. Bol çıksın koyuyorum. Bundan olqab qalsa hozir maosh taqishni boshlaymiz. Kam yaqalang. Bo'ldi, top qilim shu yozay. Maosh atgan bolalar boshda navbat o'yinchi chiqib, maoshini ilib olsin. Ang bosh ishni tushib qolib chiqsin nima? Yapgan qo'dan soat 8:20 bilan ishni tushib ketgan. Aytadigan kelib, nashliq chiqadigan ustamlar, shogirdlar mulozimatlar desa, avval maoshini berib o'tamiz. Ko'nilma, chaqamana. Endi bu odam boshqarish taktikasi, odam boshqarish qoidasi. Bunun bir logikasi var işmağı. Bu zangtüydün sonra çıkmadan yürüyüp edin başkanımız desek zoravallık dep atılır bu. Şu an aşışın aldığıyla işleyen avval başlayıp başkanının iqtisadi menfaati, yani iqtisadi menfaati kapalet iyi kılıp dep başkanın kelişi maksat emez pul tip şu anki biz şu ihtiyacını kandırıp kendinken kayıt düzüm çıkarmayız, yaxşı ilip bağımız, başkanımız demiş çıksak bola burada. Şu an başkanı başkanışın avval özümüz başkanışımız gerek. Ben özü boshqa vaqtida, gapni tuğa vaqtida, kechdi men hozir qilay. Buni qilarga vaqtida sizlar oshxonalarni, tijoratlarni yaxshi ma'nolaysiz. Ben bu hozir o'zim loyiqa qilib chaqlab ketmayman. Men tirishyapman, men o'rganyapman. Shu asnoda men bilganlarimni sizlarga o'rtoqlashib bo'lyapman. Chunki endi doim sohasida hozirgidek bunda ish qilib berasiz, lekin men o'rganmoqchiman.